Assalomu alaykum, e'tiboringizda xabarlar. Studiyada sizlar bilan Rahimjon Alijonov. Bugungi dasturimizda O'zgar rayoni Bo'ston qishlog'idagi qulab tushgan maktabning o'rniga yangisi qachon quriladi? Hukumatning tomonidan aqcha xarajati kutib turadi. Tashlandiga to'lgan Janibek Qazi kichik shaharchasi. O'tganda tozalasam, qayra ko'pchilik ekan, nima qilib aytgan, biryo'ga kuybaydi ekan. Braziliyada o'tgan jahon futbol chempionatida hakamlik qilgan qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov bugun O'shga qaytib keldi. Bo'ldi 6 sekundga gapirib bo'lmaydi. Futbol 90 minut bo'ladi-ku. O'zgan rayoni Bo'ston qishlog'idagi qulab tushgan maktab o'rniga yangisi qurilishi kechikmoqda. Maktabga uyini ijaraga bergan uy egalari ham yangi o'quv yilidan boshlab ijaraga berishni to'xtatishni aytishgan. Hozir aholini yangi o'quv yili o'ylantirmoqda. Qurilish nima uchun kechiktirilmoqda? Endi o'quvchilar qaysi binoda ta'lim olishadi? Bu haqda muxbirimiz aytib beradi. Yangi o'quv yili yaqinlashgani sayin bo'stonliklarni maktab binosi o'ylantirmoqda. Qulab tushgan maktab o'rniga yangisini qurilishidan haligacha darak yo'q. Aslida yangi maktab shu o'quv yiliga bitkazilishi va'da qilingandi. Arxitektura kelib bizdan xabar olib, barliq shartlarni ko'rib ketishdi. Suv qayerdan kelish kerak, transformator qayerdan tushish kerak, barini o'lchab, balar ketishdi. O'shansa dag'i o'sha kunga cheyin qurilish ishi boshtalmay turadi. Mart 1 aprelda ishtiladi. O'shandan boshlab qurilish boshtaladi. Sentyabrga жаңы мектепте o'qib olsanglarдағы dekabrda o'qib qilasыңlar dedi. Biroq sentyabrda жаңы мектепте o'qishga nima harakat qilamiz deydi. Maktab qurilishi boshlanishi u yoqda tursin, qurilish uchun tender ham o'tkazilmagan. Yangi maktab 220 o'ringa moslashtirilib, 54 million so'm sarflanishi mo'ljallangan. Qurilishning kechikishi sabablaridan biri ana shu xarajatga borib taqaladi. Biroq mablag' ajratilgani ham aytilmoqda. Qirg'iz Respublikasining hukumatine materiallar ketgan. Anın mekteptin dokumentatsiyalari бүткен. Hazır только şu mamlaketlik yolsu hukumatın tarafından akça karajatı kütüp turabız. Akça karajatı bölünse baştalat mektep. Karajat dili bölüngen. Mınança stoymusti, mınança som dep bizge kelgen. Biroq emnegedir ошол кечең деп турат азыр. Жаңы окуучулун biz MCS'ga xat jo'natdik, palatka so'raymiz. Maktab qulab tushgandan keyin rayon ma'muriyati mana bu uyni ijaraga olib, maktab sifatida foydalangan. Biroq sentyabr oyidan uy egalari ijaraga berishni to'xtatmoqchi. Uni to'xtatuvni bo'ljolдоп жатышат. Birinchidan bu uyga baldarım kelet. Rossiyada болчу, алардын жашай турган жерлери жок. O'sha sebepten bermeyim deb atam. Qurilishi boshlanmay ijaraga berishni to'xtatish ham maktab rahbariyatini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Hozir vaziyatdan chiqish yo'llari qidirilmoqda. Bunga qadar imoratning yaroqli bir xonasida o'quv 3 smen bilan davom ettirilgan edi, biroq hozir buni ham iloji yo'q. Bar qulab tushuv qo'rqinuchi bor. O'rtasindagi tashtamaylar tushib, iliga salangdab qolgan. Bu klasslarda o'qishga mumkinchilik yo'q. Aylasiz o'quvni üzültükке uchratpay, shu çatır berip qalsa da epte o'qitib tursak degan oyimiz barda. Qishda dele o'sha çatırmen o'qiydik, o'sha 3 smen qilabizmi, da birovlarning uyini so'raybizmi? Shu direktorimiz bo'lmasa da uy so'raymiz degan nima bo'ladida. Qishloq aholisi eski maktabda yoki chodirda bolalarini o'qitishdan xavfsirashmoqda. Ayrimlari farzandlarini boshqa maktabga berishni rejalashtirsa, ayrimlari umuman o'qitmaslikni o'ylashmoqda. O'qitmayla qo'yimdan keyin alыс жаққа барып kelgende жол, центральный жол, анагыз Пушкинге барып o'qish kerak, Өмірзақов мектебіне, бuyog'ына болса Sho'roshат мектебіне, Mamajanov мектебіне барып o'qish kerak. Балдарыбызга аябай оор болот. Ошон үчүн окутпай коюшка туура келип атат да. Кантип окутам мен бар көчөйүн деп көчүп турса, мектептин класстары ажырап турса, жок, ого биз ыраазы эмеспиз. Онда мектебибизге балдарым кантип келип окуйт? Бери өзү ушундай болуп турса, эртең кыштын күнүндө болбой калса керек болот. Hozir maktab qurilishining qachon boshlanishi bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Maktabda 300 o'quvchi bilim olgan. Eslatib o'tsak, bino 1968-yili ishchilarga yotoqxona qatori qurilgan. 2012-yili favqulodda holatlar ministrligi tomonidan foydalanishga yaroqsiz deb topilgan. Biroq chorasizlikdan u yerda o'quv davom etgan. Eskirgan imorat 2014-yili 26-yanvarda nurab qolgan. Bu yilgi yangi o'quv yilida 1-sinf o'quvchilari o'zlari kutgan maktab binosini emas, chodirlar ostonasini qatlashlariga to'g'ri kelmoqda. Nazgul Axunova, Davron Asponov, Azam Buzurikov, Intimaq.
Bugun prezident Almazbek Atambayev Yaponiya tashqi ishlar ministri Fumio Kishidani qabul qildi. Uchrashuv davomida Qirg'iz-Yapon aloqalarining aktual masalalari, shuningdek prezident Almazbek Atambayev Yaponiyaga qilgan rasmiy ish safari davomida kelishilgan ma'qullashuvlarni amalga oshirishning yurishi muhokama qilindi. Davlat rahbari ikki tomon hamkorligining turli tarmoqlarida Qirg'iz-Yapon aloqalarini bundan buyog'i yanada faollashtirish zarurligini ta'kidladi. O'z navbatida Fumio Kishida iliq qabul qilinganligi hamda mehmondo'stligi uchun o'z minnatdorchiligini bildirib, Qirg'izistonga kelib davlat rahbari bilan uchrashganidan minnatdor ekanligini bildirdi. Shuningdek, uchrashuvda Qirg'izistonning 3 oblasti yo'llarini ta'minlash uchun kreditli ma'qullashuv asosida Yaponiya Qirg'izistonga 12 milliard yen mablag' ajratadigan bo'ldi. Shuningdek, shu kuni davlat rahbari Qirg'izistonga ish safari bilan kelgan O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar ministri Abdulaziz Kamilovni qabul qildi. Uchrashuv davomida qirg'iz-o'zbek munosabatlarining muhim masalalari muhokama qilindi. Prezident Almazbek Atambayev mamlakatlar o'rtasidagi masalalarni hal qilib, ikki tomon aloqalarini bundan buyon ham mustahkam bo'lishi kerakligini aytdi. O'zgan shahri Janubiy Qaza kichik shaharchasi yashovchilarini tashlandilarning ko'pligi qiynaydi. 4-ko'p qavatli uy fuqarolari o'zlari yashagan yerga chiqindilar tashlayverishadi. Natijada hozirgidek kun issig'ida yoqimsiz hid bu yerdagilarning uylarigacha yetadi. O'zgan shahar tozalik ishxonasi tashlandi uchun haq to'lamagani uchun tozalamay kelayotganini aytadi. Batafsil hamkasbim tanishtiradi. Bir haftada yengirda endi bir kelib tursa, qanday yaxshi bo'ladi nimaga? Qalbi bu Ergashev yerda yotgan chiqindilarning ko'pligidan behuzur bo'lib kuniga tozalaydi. Negaki uning uyi derazasi ostida chiqindixonaga aylangan. Shu sababli kun issig'ida ham derazasini ocha olmaydi. Buni uyni men jang alganimda, ana bundan ham buni yoqdi ochqanga, bu yerda nima etganga bo'lmaydi. O'tganda tozalasang, qayra ko'pchilik ekan, nima qilib aytgan, biröga kuybaydi ekan. Qayra buni barini tashlashib to'ldirib qo'yadi. Jey eshik ocholmaysin, jey aynak ocholmaysin. Bu yerdagi 4 ko'p qavatli uyga atiga 2 axlat qutisi qo'yilgan. Biroq chiqindi idishga to'lib qolib atrofga ham yoyilib ketadi. Bu ham yetmaganday kun issig'ida yoqimsiz hid chiqib turadi. Maman Abdujaparov O'zgan tozalik ishxonasining xodimi, u kun sayin shahardagi barcha chiqindilarni tozalab turadi. Yashovchilarning e'tiborsizligi natijasida bunday vaziyat ko'payganini aytadi. Men даже bulardan har biridan so'randim. Aynan aqchasini to'lab qo'yganlar, men har juma sayin emas, har kun sayin olib ketayin. Desem hech kim o'shaga ko'nmaydi. Buni oxirida men aytdim, bu yerda odam yashaysinlarga. Buni qarag'larcha, bu buna o'rni bo'sh tursa, bu yerga chasib tashlasinlar. Bu qanday desa, bizning tilda olib aytib, qayra bir-birini urishadi. Mazkur ko'p qavatli uylarda 300 dan ortiq yashovchi bo'lsa, ulardan yarmi ijarachilardir. Mahalliy aholi chiqindi uchun haq yig'ishda ham ular turli bahonalar bilan qochib yurishini aytishadi. Ag'achayinda bu qancha qarz bo'ldi bular. Dag'il aqchasini to'g'riladi. Bir deka desa, kvartirant yo'q. Ana buna deb har bolaning boshini bir aytib, даже eshigini oldidan tashlashib o'sha yerdan ham olib ketib o'tadi. Hozirda Janubiy Qaza kichik shaharchasi yashovchilarining bundan boshqa muammolari ham bor. 23 yildan beri yashayman o'sha yerda. Anan uylar privatlashtirilgan negizinde biz buna 4 korpus o'sha bir tualetni ishlatamiz. Anan действительно ko'pchilikni boshqarish qiyin ekan. Har kim har qanday qo'ldanadi. Kanalizatsiya ishlagan negizinde o'sha tualetimizning ahvoli shunday bo'ladi. Bu hududda yig'ilgan chiqindilarni yo'q qilish uchun mahalliy aholi tozalik ishxonasi rahbariyati bilan kelishilgan holda ish olib borish kerakligini yetakchilar aytishadi. Aks holda chiqindi bundan ham ko'payishi mumkin. Aytib o'tish joizki, O'zgan shahrida chiqindi uchun odam boshiga 14-16 so'mdan haq to'lanadi. Sherzod Yusuf, Albina Joloyeva, Nursulton Abdukerimov, Intimaq. Qirg'izistonda elektr energiyasi iste'moliga cheklov kiritilishi mumkin. Bu haqda Milliy elektr stansiyalar aksioner jamiyati yetakchisining birinchi o'rinbosari Aleksey Borodin 15-iyulda bildirgan. Unga ko'ra yetishmayotgan suv tanqisligini yopuvchi resurs topilsa, unda mashhur emas qarorlar qabul qilinadi. Bugungi kunda Qirg'iz hukumatı Qozog'istondan kuz-qish faslida 1 milliard kilovat-soat elektr energiyasini so'rayotgani ma'lum bo'ldi. 15-iyulga ko'ra To'qtog'ul suv omborida 11 milliard 240 million kub metr suv to'plangan. Bu o'tgan yilning ayni vaqtiga solishtirganda 3 milliard kub metr kamaygan. Energetika eksperti Ernest Qaribekov mamlakatda elektr energiyasi berishga cheklovlar kirgizila boshlaganini 16-iyulda Azadliqqa bildirgan.
Joriy yilning 7-12 iyul kunlari 30 kilogramdan ortiq giyohvand modda bilan Onadir va Sovay qishlog'i fuqarolari qo'lga olindi. Ular giyohvand moddani Tojikistonga olib borib, undan nari Moskvaga o'tkazib berishmoqchi bo'lishgan. Qirg'iziston Respublikasi Birlashgan Jinoyatchilikka va korrupsiyaga qarshi kurashish bosh boshqarmaligi xodimlari tomonidan giyohvand modda yuklangan bir mashina Qadamjoydan, ikkinchisi Laylak rayonida qo'lga tushgan. Xodimlarning aytishicha, jinoyatchilar bungacha ham Rossiyaga 7 marta giyohvand modda tashib, ish olib borishgan. Ularni qo'lga olgan vaqtda moddalarni Rossiyaga o'tkazguncha Tojikistonda saqlab, bu bilan birga u yerga Qirg'iziston fuqarolarini garovga qo'yishganini aytishgan. Garovdagi fuqarolarning bittasi 2 oy, 2 fuqaro 6-7 kun garovda saqlangan. Mazkur mahkama xodimlari tomonidan fuqarolar hozirda Qirg'izistonga olib kelindi. Hozirgi vaqtda mazkur jinoiy ish bo'yicha Qirg'iziston, Rossiya hamda Tojikiston birlashgan guruh tuzib ish olib borishmoqda. Yuqoridagi qo'zg'algan jinoiy ish bo'yicha Tojikistonning ham 2 fuqarosi ushlangan. Ta'kidlab o'tsak, uyushgan jinoyatga qarshi kurashish boshqarmaligi tomonidan yirik hajmdagi giyohvand modda bilan joriy yil hisobidan birinchi marta jinoiy ish ro'yxatga olindi. Tojikistonda zalovda o'tirgan mundaycha aytganda tuzdan-tuz baylanishi bor. Sebep degende bu qilmishkerlar o'sha geroinni Moskvaga yetkizish uchun Tajik o'sha narko borango bir zalov qatori mundaycha aytganda bir buyum olsang, buyum tashlaysan, o'sha sanarındaylı bu adam o'tirib turadi. Men Moskvaga yetkizib beraman. Al endi o'sha Moskvaga yetkizganda qilmish cho'rosundagi adamlar narkotikini algandan keyin buga zvont etgan, atigi Moskvadagi aparib bergan narkotik uchun aqcha olayotgan. Mamlakatda 6 oyda 12 tonna giyohvand modda olingan. 2014-yilning 6 oy oralig'ida respublikadagi barcha huquqni himoya qilish organlari tomonidan giyohvand moddalarni noqonuniy aylantirish bilan bog'liq 936 jinoyat aniqlangan hamda 112 tonna giyohvand modda olingan. Bu haqda Ichki ishlar ministri matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, aniqlangan jinoyat ichidan respublika ichki ishlar organlari tomonidan 738, giyohvand moddalarni nazorat qilish davlat xizmati 182, jazo joriy etish davlat xizmati 7, milliy xavfsizlik davlat xizmati 4, davlat bojxona xizmati 3 hamda prokuratura organlari tomonidan 2 jinoyat aniqlangan. Aniqlangan giyohvandlik hamda giyohvand moddalarni noqonuniy yurgizish bilan bog'liq jinoyatlarning asosiy ulushi 78.8% ni ichki ishlar organlariga to'g'ri keladi. Aniqlangan giyohvandlik hamda giyohvand moddalarni noqonuniy yurgizish bilan bog'liq jinoyatlarning asosiy ulushi 78.8% ichki ishlar organlariga to'g'ri keladi. Respublikaning barcha huquqni himoya qilish organlari hisobot vaqtida noqonuniy aylantirishdan umumiy 12 tonna 259 kilogramm 762 gram giyohvand modda olishdi. Ularning ichidan afyun 142 kilogramm, gashish 270, geroin 94, marixuana 516, nasha 8 tonna 250 kilogramm, dori-darmonlar 3 kilogramm hamda giyohvand moddalarning boshqa turlaridan 9 kilogramm. Qadamjon rayoni O'xna qishlog'idagi Saydulla Teshayev nomidagi o'rta maktabi qurilishi 25 yildan buyon bitmay kelmoqda. Maktab muammosi ochiq aytilib, tegishli xodimlarga yetgani bilan xulosa yo'q. Qurilish ishini bitkazishni zimmasiga olgan ishxona qaysidir sabablar bilan tayinsiz. Bitmagan maktab ahvoli bilan muxbirimiz tanishtiradi. Qadamjoy rayonining O'xna qishlog'ida 480 o'ringa mo'ljallangan maktab qurilishi 1989-yili boshlangan. Sovet davri qulaganidan keyin maktabning qurilish ishlari to'liq to'xtagan. 2010-yili Abduqadir O'rozbekovning 100 yilligiga qarata qurilishni bitirish rejaga kiritilib, 2 qavatli maktab ishga tushadi. Qurilish 2012-yilga chayin aябай yaxshi yurib kelib o'tirdi degan qanday bir sebeplar bilan 2012-yili ish solg'inda o'tirib 2013-yılı qurilish taptaqir to'xtab qoldi. Yemi bu qurilish ishini tender jaryalanib, tenderga qo'yilgan aqchani O'shdagi Pamirjol degan ishxona o'tib olib, o'sha qurilish ishini yurgizgan. Yemi hozir buni o'zingizlar ko'rib turganday, maktabning qurilishi жалпы sanalganda bir 70% bitib turgan avvali, mana shu avvalda hozir qayerdan to'xtab turadi. Yangi bino bitgunicha O'xna qishlog'i o'quvchilari yer qimirlashidan yaroqsiz ahvolga tushgan eski maktabda o'qishadi. Eski maktabimiz o'sha bir yer titrab olganda bunday butun ajrab ketgan halgi burchak-murchaklari. Endi shuni apasini apalagan edi. Qo'qiz dag'i bir qatora yer titraydigan bo'lsa, bosib qolish mumkin. O'shaning uchun shu maktab tezroq bitish kerak. Eski maktabning qurilganiga 60 yildan oshdi.
Bu yerda o'quvchilarning to'liq bilim olishiga sharoit yo'q. Xonalarning ko'pi yaroqsiz ahvolga tushgan. Misol uchun bizda sport zalimiz yo'q, aktoy zal degan yo'q. Klassdan tashqarqi ishlarimiz bardigi bunday aytganda bir vaqtni topib turib, bir kechki mal bir zo'r epdeb o'tiribizda. Anan o'quvchilar 2 minut o'qiydi bu yerda. Bunda klassdan tashqarqi ishlarni to'liqqanda o'tkazishga hech qanday mumkinchilik bo'lmay qoladi. Andan keyin bu yerda mana bizning boshliqqa klasslarga biz tamoq beramiz. O'sha tamoq beruvchi joyimizdagi buni ko'rib turasizlar. Shart ayavay nachar. Bunda biz ashar yo'li bilan o'zimiz qurganmiz. Maktab qurilishini tez orada yuritish maqsadida Arxitektura, qurilish va turar joy kommunal chorva davlat agentligining turar joy fuqaroviy qurilish departamenti Moliya ministrligiga maktub yuborgan, biroq natija yo'q. Yangi maktab qurilishi bitkazilgunicha 350 dan ortiq o'quvchi eski maktabda bilim olishga majbur. Sherzod Yusuf, Medirniyoz Aliyev, Azam Buzrikov, Intimaq. Braziliyada o'tgan jahon futbol chempionatida hakamlik qilgan qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov bugun O'shga qaytib keldi. Uni O'sh aeroportidan shahar va oblast jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi hamda yaqinlari kutib oldi. Bahodir Qo'chqorovga Qirg'iziston Respublikasi Janubiy hudud Olimpiyada sport maktabi rahbariyati tomonidan qalpoq va chopon kiygizildi. Eslatib o'tsak, qirg'izistonlik mutaxassis o'zbekistonlik Ravshan Ermatov brigadasida hakamlik qilib keladi. U 2010-yili Janubiy Afrikada o'tgan jahon birinchiligida ham xizmat ko'rsatgan. Umumiy 2 jahon birinchiligida Bahodir Qo'chqorov 9 bellashuvga chiqib, jahon chempionatlarida eng ko'p hakamlik qilib, yangi rekord o'rnatib tarixda qoldi. Braziliyadagi mundialda Bahodir Qo'chqorov so'nggi marta 6-iyulda Gollandiya hamda Kosta-Rika musobaqasiga hakamlik qilgan. Suzyestvoni boshlaganimdan beri bir dnevnik yozib yurganman. Xudo xolasa bir kitob yozaman. Ashunda bilasan, futbolni 6 sekundda gapirib bo'lmaydi. Futbol o'zi 90 minut bo'ladi-ku. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Ertangi dasturlarimizda yana qayta diydor ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Oldinda sizlarni ob-havo ma'lumoti bilan hamkasbim tanishtiradi. Assalomu alaykum. 17-iyulga bo'lgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Batken oblastida kechasi 12-17 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 14-19 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq. Jalobad oblastida kechasi 14-19 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja issiq bo'ladi. Narin oblastida kechasi 9-14, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'lishi kuzatiladi. Talas oblastida kechasi 8-13 daraja, kunduzi esa 24-29 daraja issiq. Issiqko'l oblastida kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 25-30 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 13-15 daraja, kunduzi esa 28-30 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda 17-iyulda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 14-19 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja issiq